Xo'sh, rasmiylashtiramizmi? Ha? Bitta narsani o'ylab qoldim. Boshlang'ich to'lovga pulim yetmaydi-da. Bu muammo emas-u. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi uchun aynan Kia Sportage avtomobiliga boshlang'ich to'lov 35% to'lasangiz kifoya. Ha, bo'ldi. To'xtang. Menga kredit bo'lmaydi-da. Aynan hozir Kia Sportage avtomobilini siz yillik 0% ustama bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Ha. Lekin men rasmiy daromadim yo'q-ku. Xavotir olmang, bizda rasmiy daromadga ega bo'lish umuman kerak emas. Unda to'xtang. Men har oy bo'yicha to'lanmayman. Oylik to'lov atiga 5 million so'm xolos-u. Men bitta dadamdan so'ray. Qo'l qatga qo'l qo'yish kerak. Men qo'l qo'y. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Kia Sportage avtomobilini boshlang'ich to'lov 35% to'lagan holatda yillik ustamalarsiz sizdan rasmiy daromad talab qilinmagan holatda oylik to'lov 5 million so'mdan bo'lib to'lab borsangiz bo'ladi. Aksiyamiz doirasida Kia Sportage avtomobillarimizning soni cheklangan. Qarorni ortga surmang. Kia Sportage avtomobili sizni kutmoqda. Biz sizga doim foydalisini taklif qilamiz.